O'zbekiston mehmondo'st diyor. Har yili bizning yurtimizga 10 milliondan ortiq turistlar tashrif buyuradi. Bizning mehmondo'stligimiz esa birinchi o'rinda mehmonxonalarda namoyon bo'ladi. Ushbu g'ururni shunday insonlar himoya qiladi. Tanishing, Nodira Eshmatova mehmonxona boshqaruvi bo'yicha 10 yildan ortiq xalqaro tajriba egasi. U Southern Cross universitetining xalqaro turizm va mehmonxona boshqaruvi yo'nalishida o'qib, Xitoy va O'zbekistondagi turli darajadagi brend mehmonxonalar va VIP tadbirlarni boshqaruvida ishlagan. Merit, Hyatt Regency, Vietnam va IHG kabi brendlarda jamoa boshqaruvi, operatsiya va servis standartlari bo'yicha tajriba to'plagan. Yirik sammitlar tashkil qilgan. Hozirda Nodira Sedouz bilan hamkorlikda mehmonxona uchun top kadrlarni yetishtirish bilan shug'ullanmoqda. Uning o'zidan kasbi haqida eshitsak. Mehmonxona yoshlar uchun real tramplin bo'lib, o'sishda, chet tillarini rivojlantirishda, tajriba olishda va aloqalar o'rnatishda juda ham unikal sohalardan biridir. Kelajakda xohlasangiz menejment yoki chet el darvozasiga yo'l mana shu sohadan boshlanadi. Mehmonxonada ishlash juda ham maroqli, har bir kuningiz yangi hikoya va emotsiyalarga boy. Agar siz o'zingizni shu sohada ko'rsangiz, sizni Sedo akademiyasida kutib qolamiz.